Yeng kalta futbolka kiyayotganda, qo'lingiz kichkina ko'rinayotgan bo'lsa, shu rasmdagi bo'lib qolayotgan bo'lsa, men sizga hozir 3 упражнение ko'rsataman. Bitsepsni cho'zadigan. Shu 3 упражнениeni qilsangiz, qo'lingiz ancha kattalashadi. Birinchi упражнениemiz skameyka skotda bo'ladi. Galma-galdan ishlaymiz. Barmoqni o'tkazib olamiz. Kistni bundoq bukib olmaymiz. Kist pastga qarab turish kerak. O'shanda pastga tushganda maksimalni cho'ziladi qo'l. 3 ta podxod, 8 ta, 10 ta повторениyadan og'ir vesda ishlaymiz. Bu ikkinchi упражнениemiz. Skameykani 90 gradusdan orqaga qaytaramiz. Bitta bitsepsni tashqariga ochamiz mana. Ko'pchilik o'tirib bunaqasiga ishlaydi. Bunaqasiga ishlash ham to'g'ri, ko'pchilik. No biza buni kistni bunaqasi aylantiramiz. Nimaga aylantiramiz? Aylantirganimiz uchun bo'ldi. Biceps nagruska qilyapti hozir turishda. Men hali qo'limni bukkanim yo'q. No уже nagruskada. Mana bu yerdan ko'tarish qiyinroq bo'ladi. Mana. Barmoqni o'tkazib olamiz orqaga. Uchinchi упражнениemiz crossoverni pastdan tortamiz. Ko'pchilik zalida bo'lmasa, bitta qo'lda ishlasanglar ham bo'ladi. Bunaqa kichkina crossover bo'lmasa, oldiroq turamiz, lopatkani siqamiz, barmoqlar o'tkaziladi. Sal go'dani oldinga bukib ketdi. Maksimalni cho'zamiz qo'lni oxirigacha. 12 tadan 3 ta podxod qilamiz crossover. Yopganda pauza qilsa yaxshi. Maksimalni cho'zamiz qo'lni. Kistni o'zi keladi bo'ldi. Ozish va semirish haqida ko'proq ma'lumot bilmoqchi bo'lsanglar, blogimga obuna bo'ling.